Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tradeway kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Pocket Option saytida texnik analiz qilib pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, saytga kirib olganimizdan keyin birinchi bo'lib registratsiya va verifikatsiyadan o'tish kerak. Bu haqida ham videorolik kerak bo'lsa, YouTube kanalimizga o'tib bemalol olishinglar mumkin. Demak, bizning YouTube kanalimizda har xil strategiya, taktikalar bo'yicha ham videoroliklar bor. Bugungi videoda sizlar bilan texnik analiz qilib pul ishlashga harakat qilamiz. Demak, balansimizda $424 bor. Ya'ni o'tgan videoda sizlarga 30 soniyalik strategiyani ko'rsatib balansimizni $424 qilgandik. Bugun mana shu balansdan pulni yana ko'paytirishga harakat qilamiz. Demak, bizda switchnoy 1 minutlikda turibdi. Buni 1 minutligiga qo'yib qo'yamiz va biz bugungi videoda 1 minutlik, 3 minutlik yoki 5 minutlik сделкаlar ochib pul ishlashga harakat qilamiz. Agar 1 minutdan kamroq сделкаlar ochmoqchi bo'lsangiz, sizlar faqat o'tisi valyutalarda сделкаlar ochishinglar mumkin. Demak, ko'rib turganinglardek biz birinchi bo'lib bozor holatini ko'rishimiz kerak. Bu yerda понижающий trend bor, ya'ni bozor pastga qarab ketyapti. Biz bu yerda kelinglar 2 minutga pastga qarab сделка ochib qo'yamiz. Nega desanglar, bu yerda trend ko'rishinglar mumkin. Aytib o'tganimdek, понижающий trend bo'lyapti. Bu trendning eng baland nuqtasi hisoblanadi. Ya'ni bu yoqqa liniyamizni chizsak ko'rishinglar mumkin. Mana shu yerdan bozor yana atkat bo'lishi kerak agar trendning yo'nalishini davomiy qilmoqchi bo'lsa. Demak, ko'rib turganinglardek liniyalarni hozirlarga chizib ko'rsataman. Bu yerda уже bozor sekin pastga qarab proboy bo'lyapti. Mana pastda ham уровень поддержканы ko'rishimiz mumkin, ham biza bu yerda trendni davom etgan liniyasini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda bizani уровень поддержкamiz bor. Bozor shu yoqqa kelib yana pastga, yana tepaga qaytib ketishi mumkin. Bu yerda ko'rib turganinglardek треугольник ham holati ketyapti. Треугольник ham bizda yaxshi holat. Demak, pastdan tepaga kelgan bo'lsa, oxiri mana mashinaga kelib bozor bizani треугольникimizni tepaga yorib chiqib ketish kerak. Demak, bozor yaqinlashtirsak ko'rib turganinglardek bu switchamiz yashilga yopilyapti. Hozir bizda sal liniyamizni proboy qilishi mumkin. Agar bu liniyani hozir mana shu badani bilan yopsak, keyingi yo'l, keyingi уровень поддержкamiz bo'ladi. Ya'ni keyingisida bozor mana shu уровень поддержкasigacha chiqish mumkin. Agar hozir bu сделкamiz bizga minusga yopilsa, bemalol mana shu liniyaga kelganda biz pastga qarab сделка ochsak bo'ladi. Ko'rib turganinglardek yana bozor soya qoldirib pastga tushib ketyapti. Bizning сделкamiz yopilishiga hali 40 soniya bor. Kelinglar biz videoni tezlashtirib sizlar bilan natijani kuzatamiz. Mana ko'rib turganinglardek сделкamiz yopilishiga 5 soniya qoldi va bu сделкamiz bizga chisti $23 foyda olib keldi. Ko'rishinglar mumkin. Bu сделкamiz bizga 100% lik plusga yopildi. Aytib o'tgandek bizning trend liniyamizni sal proboy qildi va ko'rishinglar mumkin yana o'zini trend liniyasiga qaytib kelyapti. Bu yerda yana 1 daqiqaga pastga qarab ochib qo'ysak bo'ladi, chunki bizning liniyamizni proboy qildi, ya'ni proboy qildi va yana o'zini liniyasiga qaytib kelyapti bozor, ya'ni trendni davom ettirib ketish uchun. Mana switch yopilishini biz kutishimiz kerak. Demak, ko'rib turganinglar normalniy impuls bilan yopilib berdi. Keyingi switch ham bizga qizilga yopilib berish kerak. Xuddi shu tariqa sizlar o'zingizlar ham texnik analiz qilsanglar bo'ladi. Biz bu yerda trendning maksimum liniyasida kirib qoldik va ko'rishinglar mumkin, shu maksimum liniyasidan biz уже ikkinchi сделкamizni ochib qo'ydik. Ikkinchi сделкamiz ham bizga plusga qarab ketyapti. Demak, bu yerda nega biz 2 daqiqaga ochdik? Chunki bizning trend liniyamizga tegandi va buni ozgina proboy qilishi mumkin edi. O'shaning uchun 2 daqiqaga ochdik. Bozor holati уже ko'rishinglar mumkin. Pastga qarab yurishni boshlagandan keyin ozgina proboy bo'lgandan keyin biz уже 1 daqiqalik сделкаlar ochdik. Bu сделкamiz tugashiga 10 soniya qoldi. Ko'rishinglar mumkin. Bozor impuls bilan pastga tushib berdi va bu сделкamiz ham bizga 100% lik plusga yopildi. Demak, biz ikkita сделкamizni orqasidan ko'rishinglar mumkin $23 dan $46 sizlar bilan birga sof foyda qildik 3-4 daqiqaning ichida. Demak, texnik analiz zo'r, texnik analizni bilganlar, ya'ni yaxshi tushunib olganlar bemalol bu bozorlardan, ya'ni tradingdan foyda qilsa bo'ladi. Mana shunaqa уровень поддержка, trend liniyalarni aniqlab hamma bemalol tradingdan foyda qilsa bo'ladi. Lekin aytib o'taman, texnik analiz ham har doim ham 100% ishlab beradi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Shuning uchun o'zingizlar bozorga kirib, bozorni analiz qilib, ozgina kuzatib, o'pib teqqaninglardan keyin bemalol yaxshigina bu sohada foyda qilsanglar bo'ladi. Ko'rib turganinglardek bozor trend bo'yicha pastga qarab yurib ketdi. Mana keyingi liniyamizga qarab ketyapti. Kelinglar biz boshqa valyutni parallelga o'tamiz, chunki bozor уже o'rtada hali bu liniyaga ham tegishiga hali ancha bor. Pastki liniyaga tegsa ham ko'rib turganinglardek ozgina proboy qilishi mumkin. Proboydan keyin yana o'zini holatiga qaytib ketishi mumkin. Kelinglar boshqa valyutni parallelga o'tamiz. Boshqa valyutni paralleldagi holatni ko'rishimiz kerak. Mana bu yerda ham понижающий trend bor edi va ko'rishinglar mumkin bozor trendni buzib o'tib ketgan va hozir yana shu trend liniyamizga kelsa biz yana pastga qarab сделка ochishimiz mumkin. Hozir sizlarga buni tushuntirib beraman, ko'rishinglar mumkin. Mana bizda понижающий trend bor, bozor maksimum minimumlarni ozgina
proboy qilgan va hozir yana mana shu trendga qarab bozor qaytib kelish kerak. Demak, biz hozir trend liniyamizni chizib olamiz. Ko'rib turganingizdek, mana shu odam bizani понижающий trendimiz bo'lgan va bozor trendimizni buzib o'tib ketgan. Ko'rib turganingizdek, endi sekin bozor qaytib mana shu liniyaga kelish kerak. Shu liniyaga kelgandan keyin yana bozor pastga qarab ketishiga biz сделка ochishimiz mumkin. Kelinglar, hali bu liniyamizga tegishiga bor. Biz bundan oldingi valyutniy parani qaraymiz. Ko'rib turganingizdek, уже нормальный pastga atkat bo'lgan va bozor yana sekin tepaga ketishi mumkin. Biz bu valyutniy parada ham ozgina kutishimiz kerak. Demak, boshqa valyutniy parani ko'rsak, bu valyutniy parada mana боковой движение ketyapti desa ham bo'ladi. Bu уровень поддержкamiz, bu уровень сопротивления, ya'ni oxirgi maksimum va minimumlarni biz aniqlab olishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek, уровень поддержкаga bozor sekin yaqinlashyapti. Biz oldingi holatni ko'rsak, hali bu valyutniy parada ham uncha yaxshi vaziyat yo'q ekan. Demak, keyingi valyutniy paramizga o'tsak, ko'rishinglar mumkin, уже bozor liniyaga tegib yana sekin orqaga atkat bo'lyapti. Agar bu switch bizga yashilga yopilib bersa, biz keyingi switchdan bemalol tepaga qarab сделка ochishimiz mumkin. Bozor yana ko'rishinglar mumkin, mana shu liniyamizga qarab ketyapti. Lekin bitta switchdan keyin yana pastga qarab ketib qolishi mumkin. Kelinglar, biz bu switchni kutishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek, impuls bilan bozor tepaga qarab yurib ketib qoldi, ya'ni soya ham qoldirmadi. Rovno shu liniyamizga tegib, shu liniyamizdan tepaga qarab atkat qilib olib ketib qoldi. Demak, ozgina pastga tushadi, lekin ko'rib turganingizdek hali soyasi ham buni maksimumini buzib o'tmagan. Hozir уже bizga buzib o'tish kerak. Kelinglar, bu yoqda yana biz bir marta tepaga qarab сделка ochib qo'yamiz. 1 daqiqalik сделка ochdik va bu сделкamizni hozirlar bilan yaqinlashtirib, tezlashtirib natijasini kuzatamiz. Mana ko'rib turganingizdek, сделкamiz yopilishiga 5 soniya qoldi va bu сделкamiz ham bizga 100% plusga yopildi. Bu сделкamiz ham bizga $23 чистый прибыль olib kelib berdi. Ko'rib turganingizdek, bizning liniyamizni ozgina proboy qildi va yana o'zimizni liniyamizga qaytib keldi. Agar bozor yana bir marta pastdagi уровень поддержкамizga tegsa va tepaga ketish kerak, ya'ni bozor bu safar понижающий trend bo'layotgani uchun ozgina trend bilan yurib tepaga atkat qilib ketish kerak, ya'ni mana shu треугольникimizni bu bozor tepaga urib o'tib ketadi bitta qilib aytganda. Keyingi valyutniy paramizga o'tamiz. Keyingi valyutniy paramizdagi holatni ko'rishimiz mumkin. Bu liniyaga tegadi deganda, lekin ko'rib turganingizdek, ozgina proboy bo'lib ko'rishinglar mumkin. Bozor yana pastga qarab harakatlanyapti. Biz boshqa valyutniy paraga o'tib ko'ramiz. Demak, bu yoqda ko'rib turganimizdek повышающий trend bor edi. Bozor tepaga qarab harakatlanayotganda va ko'rishinglar mumkin, bu yoqda уровень сопротивлениyaga qarab ketyapti. Agar уровень сопротивлениyaga tegsa, biz pastga qarab сделка ochishimiz mumkin, lekin ko'rib turganingizdek, bozor уже shu switchdan boshlab pastga qarab yurishni boshlayapti. Bu valyutniy parani ham o'tkazib yuboramiz. Hozir qaytamiz bu valyutniy paraga. Mana ko'rib turganingizdek, bizning bu yoqda liniyamiz bor ekan, liniya chizib qo'ygandek, bu yoqda mana уровень сопротивления liniyasini biz chizib qo'ygan ekanmiz. Bu valyutniy parani ham biz tashab ketamiz. Bu yoqda ko'rishinglar mumkin, bozor impuls bilan tepaga qarab yurib beryapti. Nolni понижающий trend bo'lgan va bu yoqda bozor bitta slif bo'lib bergan. Ko'rib turganingizdek, ozgina koridor bilan harakatlangan bozor va ko'rishinglar mumkin tepaga urib chiqib ketgan. Demak, biz bu vaziyatda ham o'tkazib yuboramiz, chunki kech qoldik. Hozir yana tepaga qarab ochsak, уже bozor yana koridor bo'yicha harakatlanishi mumkin. Mana bu yoqda bizning понижающий trend sekin shakllanyapti. Qanaqa desanglar, ko'rib turganingizdek, maksimum bor, minimum bor, yana maksimum bor. Bu bundan past. Shuning uchun biz pastga qarab 1 minutlik сделка ochib qo'yamiz, chunki bu yoqda aytib o'tganimdek, понижающий trend bor. Ko'rib turganingizdek, maksimum va minimumlarni bu yoqda o'zingizlar ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Demak, bozorni yaqinlashtiramiz. сделкamiz yopilishiga ko'rib turganingizdek 47 soniya bor. сделка bo'limini ochib, biz videoni tezlashtirib natijasini kuzatamiz. Mana ko'rishinglar mumkin, bu сделкamiz yopilishiga ham почти 5 soniya qoldi va oxirgi sekundlarda bozor tepaga qarab yurib ketyapti. Hozir 2 sekund qoldi. Biz natijasini ko'ramiz degandek, ko'rib turganingizdek, bizning сделкamiz oxirgi soniyalarda plusga yopilib berdi. Demak, balansimizda $516 bo'ldi. Videoni boshida $424 bor edi. Bugungi уже stop qilsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, biz 4 ta сделкani orqasidan sizlar bilan birgalikda texnik analiz qilib почти $100 foyda qildik. Aytib o'tgandek, plushlamoqchi bo'lsanglar, kirganinglardan keyin o'zingizlarning balansingizni sizlarga qarab 5-10% daromad qilganinglardan keyin sizlarga bozordan chiqib ketishni tavsiya etaman. Ya'ni uzog'i bilasizlar, treyderlar yarim soat savdo qiladi. Agar yarim soatga yetmasdan o'zini minimumini, ya'ni o'zini qoniqtiradigan summani ishlab bo'lsa, bozordan chiqib ketish tavsiya etiladi. U yog'iga sizlar o'zingizlarning risk menejmentinglarni buzib qo'yishinglar mumkin. O'shaning uchun bozorga kirishdan oldin muncha foyda qilgandan keyin chiqib ketaman degan o'zingizlarga maqsad qo'yib olishinglarni tavsiya etaman. Agar sizlarga tradingda har xil pul ishlash strategiya, taktikalari kerak bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanal
kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, taktika va strategiyalarni biz video obzor qilib chiqarib turamiz. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlaverasizlar deb umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.